Yine yozardı ki ya. Tursunagamiz o'g'illardagilar savdo bo'lyapti. Tepasiga kelib ko'ring deymiz, mana tepasiga kelib. ko'rsin, jo'tda ko'rsin. O'zlari ko'rib olishyapti. 7 milliondan savdo qilishyapti mana shu. Ikki taqavay 48 ga berib olishadi. Ana ular 200. Ozgina o'tib bering Tursun aka, bering. Ya o'zi o'tib berdim. 51 deb turdim, 50 bering dedim. Bak 49,5 beryaptilar. Yo'q 49 ga yarmi chiqqan yo'q hali. 150 ga ma, 150 ga ma, 150 ga. Bo'pti, yetganingiz. Bo'ldi, Tursun aka qo'shmayman. 49 yarim. Bar satdi be. Qamab qo'ying. Mana, baragasini 49,5 million bor. 7 bosh. Baragasini 7 bosh. Tepasiga kelib ko'ring deymiz akalar, bekorga aytmaymiz akalar. Tepasiga kelib ko'rib olishdi, mana qo'ydi zo'r ketdi akalar, 7 ta baraka bo'ldi. Ma'qulmi senga? Like'ni bosib qo'yasiz akalar. Xolasa zo'rlari Senda bitta vazifa bo'ladi. Zo'rlari bor. Kirib ana shu quloqda bo'lgan rasmga olasan ha. Baraka bo'ldi. Qayga baraka bo'ldi? Ha? Qayga? Qo'qonga. Hali qo'yim o'shib qolibdi, boshqa bo'pti, bo'lmaydi, gumonda bo'lmaydi. Hurmatli tomoshabinlar, mana akalar, doim aytamiz aka, tepasiga kelib ko'rib oling deymiz akalar. Mana obunachilarimiz akalar xursand bo'lib tepasiga kelib qo'ylarni ko'rishdi akalar. Xudo xolasa siz ham kelib ko'ring. O'tgan safarga chiqargan partiyalarimizni ham akalar bir kishiga sotib tugatib akalar, mana yangi partiyamiz yana keldi. Like ni bosib, qo'llab-quvvatlab video syomkamizni akalar oxirigacha ko'rib turing. Bugungi ham sizga bo'g'oz so'llarni yaxshisini chiqaramiz, zo'rini ko'rsatamiz akalar. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozori YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun Xudo xolasa haftaning yakshanba dam olish kuni 30-noyabr 2025-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Ya'ni Tursun akamizning qo'rg'onlariga kelganmiz akalar. Katta akalar, velikan, sog'liqlarda akalar zo'ridan kelgan. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, shularni biz sizga chiroyli qilib, syomka qilib to'liq ma'lumotlarni beramiz akalar. Like ni bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Bundan keyingi partiyalarimizga ham akalar qo'ydi, zo'ri chiqadi akalar. Xudo xolasa Tursun akamizdan to'liq ma'lumotlarni beramiz akalar. Mana video syomkamizni boshidan sizga akalar savdo jarayonlarini ham ko'rsatdik akalar. Ko'pchilik obunachilarimiz tepasiga kelib olishyapti. O'tgan safar Jizzaxga berdik-a Tursun aka. Assalomu alaykum. Keling, Alisher. Ahvol yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshimi? Bir kishiga berdik 46 tasini o'tgan safar. Qo'ylarda Xudo xolasa zo'ri kelyapti Tursun aka. Xudo xolasa qo'limizdan. Yana obunachilarimizga, Xudo xolasa ash kutib turgan obunachilarimizga yengil-yengil qilib narxlarni chiqarib beramiz, ha? Ha, yengil sotamiz, yengil qilib beramiz. Xolasa. Birinchi partiyalamizga 10 bosh, Edilboy. 10 dona. Bitta bodomgul 9 ta nimamiz bor. Sarig'i bor. Sarig'i bor. Mana akalar, jasadi katta akalar, qo'ydi, Xudo xolasa zo'ri. Ishqiboziga, sog'liqda yaxshi tushungan, bilgan akalarimizga yaxshi qo'y qilaman degan akalarimizga mana bu sovg'amizni tavsiya qilamiz akalar. Yo'g'onligiga, yirikligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bo'g'ozlari ham naqa Xudo xolasa sizlar. Xudo xolasa ushlab ko'rsatinglar yigitlar. 10 dona bu. 10 dona. Qani bo'yiga metr dapkinchi? 10 dona, gul dona deydi. Mana shuni yellar tashlab, o'zi qorinlari osilib qolibdi sog'lig'imizda. To'g'ri ushlar, to'g'ri. Mana bismillahirrohmanirrohim. 85 atrofida filiz. Mana akalar. Bunisi 90 ga yaqin chiqyapti. Yengil hisobga olmaganda. Qani? Lekin 4 chaka buni kallasidan ko'pchilik qara qo'yga o'rnatadi. Edilboyda shunaqa bo'ladi-da. Kallasi katta ekan. Edilboy shunaqa bo'ladi. Qo'ylarimiz turmaydi. O'zi yaxshi bo'g'oz qo'yda kamroq ushlaganimiz yaxshi. Bu ko'rib 85 filiz ekan. Shunaqa. Qo'yaver. Hop 10 dona Tursun aka. Yosh qanaqa bular asosan? Bular 2 tish, mana ashimiz 2 tish, 4 tish, 6 tish. 2 tish, 4 tish. Qo'ylarimiz qari emas. 6 tish. Gavdasi katta xolos. Xolasa akalar jasadi katta sog'liq so'ragan akalamizga to'g'risini aytganda qo'chqorda ham zo'rini qo'shing bunga akalar. Ertadan keyin bitta tuqqandan keyin yaxshi qo'y qilib 5-4 yil bolasini olaman degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa qo'chqorda ham zo'rini qo'shing. Lekin buncha qo'chqor bu so'llar ichida mayda ko'rinib qolishi mumkin. O'shaning uchun yirik, metrli qo'chqor qo'shsangiz, xudo xolasa sizga yaxshi effekt beradi. Tursun aka buni 10 donasini kelishtirib obunachilarimizga narx aytamiz endi. Alisherjon, yo'g'onligi ham zo'r ekan lekin. Ha, qo'ylar xudosi hammasi yaxshi. Qo'chqordan chiqqan-a bu hammasi? Qo'chqordan chiqyapti qo'ylar. Qancha deymiz endi unga? 1 million so'mda Alisher. Kami bor-a, xudo xolasa. Xudo xolasa kelishamiz. Mana to'g'risini aytganda aytilgan narxdan ancha tushib beryapsiz, Tursun aka. Savdosini qilib olishyapti. Mana bugun yozishadi hammalari. Savdoni xotirjam sekin chiroylab qilinaveradi endi.
Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, chiroyli qilib savdosini qilib olasiz. 8,5 dan kam bor. Kami bor. Kami xayrini qilib beriladi akalar. 10 donasini bir joyga obunachilarimizga Xudo xolasa dastavkalari ichida yetkazib beriladi. Tursun akamiz akalar o'zlaring bilasizlar, mana shu soch stillari aytilgan narxdan akalar savdosini qilib olasiz buni chiroyli qilib. 8,5 million so'mdan mana qarang, yo'g'onligini. O'ylab zo'r ekan lekin akalar. Mana qo'ying. Oziqlari ham juda chiroyli. Hop, buni ichida endi yakkalab olishadigan bo'lsa, Endi kelishamiz Alisher uni. Yakkalabga. Hozir hammasini ham kelishamiz Alisherjon. U haliga kelishmay qolganimiz yo'q, bironta odam buni. Aha. Eng xursand bo'ladigan joyimiz Alisher partiyadan partiyaga qo'yimiz qolmayapti. Ha. Obunachilarimizga xudo xolasa beryapsiz-a? Beryapmiz. Mana shu qo'yda menimcha ko'pchilik qari qo'y deb o'ylaydi, o'ran shu. 4 lekin 4 qo'y ekan akalar. Kallasidan lekin tishi qariga yoki to'kilib ketgan o'xshaydi mana bu qo'yimiz akalar mana. Lekin 4 qo'y. Xudo xolasa ishqibozlar bo'lsa akalar tavsiya qilamiz. Dastavka xizmatlari besplatni yetib boradi. Telefon qilib bog'lanasiz akalar. Pastda raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Tursun akamiz o'zlari ham raqamlarni qo'yib qo'yamiz akalar. Bundan keyingi partiyalamizga ham yaxshi chiqadi. Arashallar chiqadi. Bo'ldi. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz akalar. Mana tomoshabinlar, mana sovliqlarimiz akalar bitta-bitta ko'rib oling akalar. Haydang. Mana bitta-bitta chiqayotganda ko'rib oling akalar sovliqlarni. Sifati, yo'g'onligini ko'rib oling aka mana. Qirg'izistondan keldi, Tursun aka bular. Qirg'iziston qulog'ida boldan ko'p o'rashadi. Bular arashan zotlarimiz. Mana akalar, bitta-bitta ko'rib oling. Haqiqiy go'zallardan akalar. Rangiga, svetiga, qo'ylarning bichimiga, sifat darajasiga e'tibor berib qo'yasiz akalar. Tursun aka nechta bu sovliqlar? 25 bosh Alisher. 25 bosh. Hammasi xudo xolasa Tursun aka ishonchli. Ha, xudo xolasa. Mana akalar. Sovliqni zo'rlar akalar. Bu xudo xolasa yirikligilar ham ajralib turadi akalar bu sovliqlar. O rangi svetlariga ham e'tibor berib qo'ying akalar. Juda go'zal ekan lekin sovliqlar, ko'z tegmasi. Har bir obunachilarimizga inshaalloh nasib qilsin akalar. Buni qo'ylar qarang Alisher. Yosh qanaqa bo'ladi Tursun aka? Yoshi bular asosan 2 tishmi yo 4 tishmi? 2 tish, asosan 2 tish. 2 tish, 4 tish, bitta yarim endi 6 tish bo'lsa kerak. 6 tishi bor, ha, bo'ladi, endi iloji yo'q bo'ladi. Asosan yosh qo'ylar. Bitta ikkitasini tishini ushlab, bo'yini ham o'lchab olinglar. Bunda ko'rsatmasa bo'lmaydi qo'ylarni. Tishlarini ham ochib ko'rsatib olinglar lekin. Mana akalar. Ehtiyot qilamiz, sovliqlar endi ozgina chorsroq bo'ladi. Tinglamaylik qo'ylar, bo'g'ma. Asli haligi shunday bitta mashina bitta o'lchak taxmin aytib ko'ramiz qolganni. 90 ga yaqin ekan. 90 santimetrga yaqin. Bo'ldi, qo'yaver. Alisher buni ham 85 ga olishaversin. Hali qo'ylar qiynamaylik, qo'ylarimiz yaqinlashib qoldi bovozlig'i. Ha, 85 pilsga hisoblanib chiqarib olishaveradi. Tursun aka, endi buni bitta yarimtasini tishini ochib qo'yaylik endi. Ochib ko'rsatinglar. Ash burchakka qamolsalangan mayli, chunki burchak o'tkazib olinglar. Mana akalar. Ushlanglar, bitta yarimtasini ushlab tishini ochib o'rsalaring mana qarang. Qo'ylarda akalar xudo xolasa bo'g'ozliklari ham yaxshi ekan, lekin ha. Mana akalar. 4 tishdan 6 tishga harakat. Mana. Bunisi ham shunaqa ekan. Hop, Tursun aka. Buning ichida 4 tish, 6 tish, 2 tishlari ham bor ha. Ha, shu birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'ishlar uka. Hop, xudo xolasa akalar qo'ylarimizni hammasini tishi butun akalar 4 tish, 6 tish variantlaridan. Rangi ro'yini qarang, janob. Bo'ylari 85 santimetrga hisoblanib chiqarib olishasiz. 85 pilos. Tursun aka buni soni 25 dedingizmi? 25 bosh uka. Lekin jasadi katta ekan lekin sovliqlarda akalar. Buning ichidan ham endi yakkalabga bitta ikkita olamizga obunachilarimizga ham akalar qo'ylarni yetkazib beriladi akalar. Qo'ydi uzunligiga ham ahamiyat bering akalar, qo'ydi. Mana hammasini dumbalari, hammasining quyrug'i ochiq akalar. Uzunligi uzun, bodam gulidan bor, sarig'i bor akalar. Xolasa Tursun aka buni narxi qanchadan beramiz? 8 million so'mdan Alisher. 8 Kam xayri bor ha, xolasa xayri bor. Buni endi yakkalabga kelishamiz. Buning ichida 10 millionga berilmagan qo'ylar ham bor. Endi asosan xudo xolasa bir kishi oladi buni, nasib qilsa. 8 million so'mdan o'tadigan joyi bor akalar, telefon qilib turib, nech bo'ldi sizlaring mana bu qilingan baraka, keyin o'zlaring haqiqiy baraka bo'ladi akalar. Ishqiboziga tavsiya qilaman. Nuqsoni yo'q-a, birnoqqani yutali. Bir hafta kafolatdamiz. Kafolati bor akalar. Chunki har safar video syomka chiqaramiz akalar. Iloji boricha obunachilarimiz bir kishi olishadi. Chunki yaxshi sovliq qildirgan ko'p tursinlar aka. Ha, Alloh xolasa. Hop, dastavkalarni yetkazib beryapmiz-a, xudo xolasa. Yetkazib beramiz, 10 yil yetkazib beramiz dastavka.
Hozirgi akalarimiz ham shu Qo'qondan 3 ko'prikdan kelishibdi, dastavkasini besplatni yetkazib beriladi. Chiqarib yuborlar ekan orqalaridan. Xudo xolasa buni ham nechta olsangiz ham bitta olasizmi, ikkita olasizmi? Chiroyli qilib Xudo xolasa kelishtirib beriladi ekan. omon yasa yetkazib beramiz. Qo'chqordan chiqqandingiz emas-da? Qo'chqordan chiqqan uka. Qo'chqor ham yuribdimi ichida Tursun aka? Qo'chqor yuradi, bizda 3 ta 4 ta qo'chqor doim yuradi. Mana akalar. Mana bular juda yaqin qoldi. Bo'ldi. Qiynamanglar qo'ydi. Bo'ldi. Qo'yavering. Qiynamang. Hop, bitta ikkitaga kelishlardi akalar, ish qog'ozi bo'lsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Bundan keyin qanaqa asbat Tursun aka? Bundan keyin Edelboylar bor, ajoyiblari bor. Bo'ldi. Keyingi O'ta partiyalarimiz. chiroyli qo'ylar bugun xudo xolasa. Qarang, yana telefon qilib so'zlarga yana to'liq ma'lumotlar beraverasiz. Beramiz uka, bu Video syomka qilib akalar o'zlariga to'liq ma'lumotlar beriladi. Tepasiga kelib ko'ramiz degan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, tepasiga kelib ham realni ko'z bilan ko'rib oling aka. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz akalar bo'lsa. Eng oxirgi partiyamizga hurmatli tomoshabinlar, mana bu qo'ylarni yo'g'onligiga bitta baho berib qo'ying aka. Ichida bitta kashtani bor. Qolgani asosan sariq akalar. Xolasa mana akalar orqalardan bitta tortib qo'yilib qo'ylardi. Ko'rib oling aka. Bo'g'ozligi nahmi Tursun aka buni? Xudo xolasa. Mana akalar. Qo'ydi yo'g'onligi yaxshi ekan lekin ha. Qo'ydi yo'g'onligi polvon qo'ylar. Usti ham polvon ekan lekin. Polvon qo'ylar. Hop, hammasi Qirg'izistonda o'tgan bular ham. Qirg'iziston. Kashtarimiz halitda bu yo'li boshida bularga. Sen qo'shib qo'ydik buni hali. Hammasi ham sop-sariq bo'lib ketmasin. Yosh qanaqa bular Tursun aka? Yoshi 4-6. 4-6. Oldindan ketgan qo'ydi ham qarang. Pichimi ham yaxshi ekan qo'ylar. Nechta soni buni? Bu 15 bosh. 15 dona. 4-6 ga hisoblanib chiqarib olasizlar akalar. Tepasiga kelib xudo xolasa ko'ring buni ham. Yeb ichar salomatligi zo'r, garantiyasi beriladi akalar. Xudo xolasa Qo'chqordan chiqqan qo'ylarimiz. Badani ham o'tasagimiz tuyoqni qarang, endi hammasi dog'lar. Shu badanni daladan qaytgan qo'ylarda endi bu. Dalada endi chiroyli boqqan ekanda buni. Edilboy o'zi badanni yaxshi ushlaydi janavar. Kallaga. Endi hurmatli tomoshabinlar, to'g'risini aytganda haliga chiqarilyapti. 5,5 ga, 5 millionga ham bo'g'oz so'li chiqadi, lekin qo'y bilan qo'yning farqi bor aka. Tepasiga kelib, xohlasa ko'rgan obunachilarimizga bunaqa zo'rlarni endi yig'ib, terib, donalab, haliga kakalab obunachilarimizga chiroyli qilib Tursun akamiz ushlashyapti. Endi Tursun aka to'g'risi qo'rangizga kelsak, haliga bo'lmag'ur qo'y chiqarmaysiz Tursun aka. Alisherjon, bu xalqam tushunib bo'ldi o'zi, 5,5lik 6lik bilan buni farqini xalqam bilib oldi. Xalqam boshida biror oy sal cholg'idi. Endi bilib oldi o'zi. Xudo xolasa buni ham narxini yengil qilib beramiz ha. Alisher bir donasiga 5,5lik qo'ydi, ikkitasini taroziga qo'yishaveraman men. Kilosiga taroziga qo'yishaveraman, shu bittasiga. Bittasiga. Lekin bu polvonligi ham zo'r ekanligini qo'ydi. Endi bu polvon bo'lsa bola boqadi inim. Ha, ertaga baribir tuqqandan keyin o'zini boqadimi, bolasini boqadimi degan savol ham bor-da. Qancha deymiz endi bunga Tursun aka narxi? 78 dan kam bor uka. 7 million 8 mingdan kam bor. 8 ming so'mdan kam bor. Hurmatli tomoshabinlar, xudo xolasa qo'ydi yaxshisini. 85 ga olishaveradi uka. Yaxshisini istagan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, akalar telefon qilaverasiz akalar. Pastda raqamni qo'yib qo'yamiz. Bog'lanib 85 plyus minusga hisoblanib chiqarib olishaveradi. Bo'ldi, yirikligi ham mana, mana qarang. O'zi polvonda olib chiqqan bu. Bo'g'ozligi ham yaxshi ekan lekin. Endi aka, buni to'g'risini aytganda bo'g'ozliqlarni ko'rsatdinglar, bir yo'g'onligini ko'rsatdinglar. Mana. Bu qo'yni tanlaganimiz o'rtasiga bitta tashlayapmiz, mana ko'ravering. Janavar. Bo'ldi, qo'yavering. Hop, Tursun aka, yakkalab-chi buni? Yakkalab ham kelishamiz uka. Unaqali osha tafovut qilmaydi. Buni xudosa buni ham bir kishi oladi, inim. Yakkalabga 15 tasini bir kishiga bo'lsa akalar, chiroyli qilib kelishtirib beriladi akalar. Ishqozlar aloqaga chiqarasizlar akalar. Alisher bular hammasi yelindi ko'chirib bo'pti o'zi. Mana. Mana bu ham yelini solib qopti. Hammasi yelindi ko'chirib bo'pti. Bo'ldi, qo'yavering. Hurmatli tomoshabinlar, narx sifat to'g'ri kelgan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Hop, sizga bir qator manzilimizni eslatib qo'yamiz akalar. Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Saroy qishlog'i akalar. Bugun kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.